Assalomu alaykum aziz o'quvchilar va ustozlar. 27/12/2025 yil tushgan milliy sertifikatda tushgan savollarni tahlilini qilamiz. Bu testni tuzib chiqqan va PDF qilib chiqqan ustozimiz Do'stovga rahmat aytib qolamiz. Demak, biz birinchi savolni ko'rib o'tamiz. Hop, nima deyapti? 80, 95, 90 va A sonlarining o'rta arifmetiki 90 ga teng bo'lsa, A ning qiymatini toping degan savol chiqdi. Demak, bu o'rta arifmetikadalarda, endi o'rta arifmetika topayotgan nima qilardik? Mana shu uchala to'rtta son bo'ladigan bo'lsa, mana shu to'rtta sonni qo'shib nima qilishimiz kerak bo'ladi? 4 ga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Demak, ketdik. 80 plyusdan 95 plus 90 plyusdan keyin A to'rtta son bo'ldi. Mana shu to'rtta sonni 4 ga bo'lib biz 90 ga tenglashimiz kerak. Chunki to'rtta sonning o'rta arifmetik 90 ga teng deyapti. Endi xullas bularni qo'shib chiqamiz. Qo'shadigan bo'lsak, yuqoridagi 3 tasini qo'shib olamiz. Demak, 5 26, ya'ni 265 plus A miz teng bo'lib qolar ekan. 4 ga ko'paytiramiz, 90 360 degan songa teng bo'ladi. Demak, A ni topadigan bo'lsak, u holda biz 360 dan ayirib tashlaymiz 265 ni. Demak, biz 95 degan natijaga erishamiz. Shu bilan bu savolimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi keyingi savolimizga o'tamiz. Xo'p, keyingi savol nima deyapti? Mana shu oddiygina bir kasr berilib qoldi. Mana shu kasrni hisoblashimiz kerak ekan. Birinchi jarayon qayerda bo'ladi deydigan bo'lsak, jarayon mana shu birinchi amalni bajarib olishimiz kerak bo'ladi qovus ichidagi ifodalarni. Demak, ketdik. Xo'p, 18 taqsim 65 turadi. Ko'paygan qovus ichida umumiy maxraj beramiz, mana bunga 2 tadan bersak, u holda nima bo'lib qoladi? 82 bo'ladi. Qovus ichida 82 minusdan 17 taqsim necha bo'lib qoladi maxrajga? 36 degan natija mana. Xo'p, plyusdan 7 taqsim 6 plus qovus ichida. Bularga umumiy maxraj mana bunga 7 tadan beramiz. Demak, 7 kere 4 28, 5 ni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, u holda 33 taqsim 49 va mana bu bo'luvni ko'paytiruvga aylantiradigan bo'lsak, surat maxrajiga, maxraj esa suratga almashadi. Demak, 49 tepaga chiqadi, 99 pastga tushadi. Demak, savdolashtirishda davom etamiz. Demak, bu 18 taqsim 65 ko'paygan. Endi buni ayirib tashlaydigan bo'lsak, u holda 5 7 bo'lsa 65 qolar ekan. Taqsim 36 plyusdan 7 taqsim 6 plus mana bularni qisqartiradigan bo'lsa 49 lar ketdi. 33 ga qisqartirsak, bu bilan pastga 3 qoladi. Demak, 1 taqsim 3 qolar ekan. Demak, davom etamiz. 65 lar bu yerda qisqarib ketadi. 18 bilan 36 ketadi. 2 qolar ekan. Demak, 1 taqsim 2 plyusdan 7 taqsim 6 plus 1 taqsim 3 degan ifodamiz qoldi. Endi bularga ham uchalasiga ham umumiy maxraj nima bo'ladi? Umumiy maxraj 1 taqsim 6 bo'ladi. Ya'ni 1 6 bo'ladi. Bunga 2 tadan beramiz. Bungacha 3 tadan umumiy maxraj berib olamiz. Demak, umumiy maxraj hammasi uchun 6 ga teng. Endi hisoblab chiqsak bo'ldi suratlarni. Demak, 3 plyusdan 7 plus 2. Hammasini qo'shadigan bo'lsak, tepasi 12 taqsim nima bo'lar ekan? 6 bo'lar ekan. Demak, bu 2 ga teng. Shu bilan ikkinchi savolimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi keyingi savol nima deyapti? Buni o'chirib tashlaversak ham bo'ladi. Endi ikkinchi savolda aytilyaptiki, Baxtigul Maftunaga qaraganda ishni tugatish uchun 5 kun ko'p vaqt sarfladi deyapti. Endi biz yozib olaylik. Mana shu Baxtigulni ismini bosh harfini B deb turamiz, Maftunani ismini bosh harfini M deb turamiz. Keyin yana Zarina degan ism bor ekan, shuning uchun Z deb qo'yamiz boshiga. Ketdik. Endi biz bu yerda tenglama qilib olishimiz kerak bo'ladi. Bunaqa masala kelgan vaqtda aytyapti. Baxtigul Maftunaga qaraganda ishni tugatish uchun 5 kun ko'p vaqt sarfladi. Zarina esa Maftunaga qaraganda 4 kun kam vaqt sarfladi. Uchalasi birgalikda ishni 3 kunda tugatishi ma'lum bo'lsa, Maftuna bir o'zi butun ishni necha kunda tugatadi degan savol ekan. Endi yaxshilab e'tibor beramiz. Mana Maftuna qanaqadir shu bitta ishni o'zi x kunda tugatsin deylik. Endi
Baxtigul Maftunaga qaraganda 5 kun ko'p vaqt sarflaydi deyapti. U holda bu qancha sarflaydi? X plusdan 5 kun vaqt sarflaydi. Zarina esa Maftunaga qaraganda esa 4 kun kam vaqt sarflaydi deyapti. Demak, x minusdan 4. Mana shunday qilibdi ki ular 3 kun birgalikda 3 kun ishlatdi. Endi birgalikda 3 kun ishlagan bo'lsa nima qiladi? Endi qaraylik, mana. Xo'p, qanaqadir ishni birinchisi nima bo'lyapti? X plus 5, ya'ni qanaqadir A ishni birinchi Baxtigulni o'zi x plus 5 kunda bajarib bo'lgan. Plus keyingisi bu Maftunachi. Maftuna esa shu A ishni x kunda bajaribdi. Keyingisi esa-chi bu Zarina esa o'sha A ishni esa x minus 4 kunda bajarib bo'libdi. Qancha ishlabdi birgalikda? Birgalikda ishlayapti ular 3 kun. Tengaga nima edi? Qanaqadir A ishni qilib bo'lgan birdaniga. Xo'p, hammasidan endi mana bu alarni qisqartirib olsak bo'ladi, qovusdan chiqargan holda. U holda nima bo'lib qoladi? 1 taqsim x plusdan 5 plusdan 1 taqsim x plusdan 1 taqsim x minusdan 4 bo'lyapti. Teng bo'lib qoladi 1 taqsim 3 ga. Endi mana shu tenglamani hamma ishlash bilsa kerak. Bu tenglamani ishlab chiqadigan bo'lsak, ximiz 10 teng degan javob kelib chiqadi. Demak, shuni ishlab chiqadi. Endi ishlab o'tirmaymiz uni. Ximiz 10 bo'ladi ishlab chiqsa. O'shanda keyin bizga nima so'raganda? Maftuna bir o'zi butun ishni necha kunda bajaradi degandi. Biz mana x topganiki mana Maftuna demak bir o'zi o'sha ishni 10 kunda bajarishi kerak ekanligi kelib chiqadi. Shu bilan 3-savol o'z nihoyasiga yetdi. Xo'p, endi keyingi savolimiz 4-savolga keldik. Nima deyapti? Abror Shehzodga qaraganda, bu ham xuddi shunaqa misol. Buni o'zlaringiz ishlab qo'yasizlar. Endi keyingi savolga o'tamiz. Xo'p, mana shunaqa savollar ko'p kelyapti. 5-savol ertaga yana imtihonlarda tushib qolishi mumkin. Yaxshilab e'tibor beramiz. Nima deyapti mana? Tipasini hamma bilsa kerak, mana formulaga tushishini, mana shu formulani yodlab qo'yish kerak. Xo'p, nimaga teng deb bitta eslatib o'tamiz. 1 ni ko'bi plusdan 2 ni ko'bi plusdan 3 ni ko'bi plus va hokazo plusdan n ni ko'bi nimaga teng bo'lardi? Hovuzchida n ko'paygan n plus 1 taqsim 2 ni ko'biga teng bo'lar edi. Endi mana xuddi shunaqadan foydalanamiz. Endi bizga 9 gacha berilgan ekan, o'shani birinchi o'ringa solib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, nima qilamiz? 1 ni ko'bi bizga kerak, plusdan 2 ni ko'bi, plusdan 3 ni ko'bi, plus va hokazo plusdan nima bo'lyapti? 9 ni ko'bi. Endi buni shu formulaga qo'llaydigan bo'lsak, nechta? Bizga 9 birdan to 9 gacha bo'lyapti. Shuning uchun n o'rniga biz 9 ni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, 9 ko'paygan qovuzchida 9 plusdan 1 taqsim 2 ni nimasi bo'lib qolyapti? Ko'p bo'lyapti. Demak, hisoblaydigan bo'lsak 3 kare 9 kare 10 bo'ladi. 2 ga hisoblasak nima bo'ladi? 45 ni ko'pi bo'lib qolar ekan mana. Endi biz o'sha narsani, mana bu narsani bo'lishimiz kerak nimaga? 2025 ga bo'lishimiz kerak. Endi bo'lamiz shuni 45 ni 3-darajasini bo'lishimiz kerak bo'ladi 2000 25 ga. Endi o'zi 45 ni mana yozib olamiz bitta. 45 ni 3-chisi 2025 degani 45 ni kvadrati degani. Endi buni qisqartiradigan bo'lsak, u holda 45 ni o'zi qolib ketadi. Shu bilan hop 5-savolimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi keyingi savolga o'tamiz. Xo'p, yaxshi savol. Quyidagi sonlardan nechtasi irratsional deyapti? Yaxshilab aytaveramiz. Mana bu pi ni hamma bilsa kerak. Pi taxriban 3.114. Mana bu taxriban buni a taqsim b ko'rinishda yozib bo'lmaydi. O'shaning uchun bu xo'p, irratsional son hisoblanadi. Demak, buni olamiz. Ikkinchisi a taqsim b ko'rinishda yozib bo'lish mumkin ekan, mana yozilgan. Demak, bu ratsional. Demak, bu ola olmaymiz buni. Hop, keyingisi uchinchisi mana bu ildiz bo'lyapti. Bundan taxriban qanaqadir sonda chiqadi. Bu ham taxriban ikkalasini qo'shsak yana taxriban qanaqadir son bo'ladi. A taqsim b ko'rinishda yozib bo'lmaydi. Demak, buni olamiz. Bu irratsional. Bu esa davriy kasr. Buni hamma bilsa kerak. Buni yozib bo'la oladi. Demak, bu nima bo'ladi? Hop, ratsional bo'lib qoladi. Buni olmaymiz. Demak, nechta bor ekan irratsionaldan? 2 ta degan javobni belgilab ketish kerak bo'ladi. 2 ta. Shu bilan 6-savolimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi keyingi savolga yetib keldik. Bu 7-savol. Bu 7-savol ajoyib. Juda zo'r misol. Ko'plar ishlanmagan bo'lishi mumkin. Rash modeldagi baholagan bo'lsa, ko'plar ishlanmagan bo'lsa, mana shu savolga ko'proq e'tibor qaratilgan. Demak, nima qilishimiz kerak? Bu yerda biz belgilashga o'tib olaylik. A ni biz qanaqadir 11 deb belgilashga o'tib oldik mana A ni. Endi B deb belgilashga o'tib olamiz 100. Endi qaraylik. Belgilashga o'tib oldik biz. Endi olib borib qo'yamiz joyiga. Olib borib qo'yadigan bo'lsak nima bo'lib qoladi? Xo'p, ildiz ostida. Xo'p, A ni 4-chisi plusdan yozib olaman birdaniga 1 ni 4-chisi plus mana bu 111 ni 100 plus 11 qo'yamiz-da. Shunda A plus B ni nimasi qoladi? 4-darajasi bo'lib qoladi. Mana shu taqsim 2. Xo'p, bu teng ildiz ostida
tepani ochiq qiladigan bo'lsak, a ni 4-inchisi plyusdan b ni 4-inchisi bo'ladi. Plyusdan hop ochib chiqsak Newton binomiga binoan a ni 4-inchisi hop plyusdan hop nima bo'lar ekan keyin 4 ta hop a ni a ni kubi keyin b plyusdan mana shu sig'may qoldi. Tagdan yozaveramiz agar sig'magan bo'lsa. Hop, mana shuni yozib olaylik. Birinchi tip mana a plyusdan b ni 4-inchisini ochib olamiz birinchi o'rinda, keyin uni hisoblaymiz. Ketdik. Hop, a ni 4-inchisi plyusdan 4 ta a ni kubi b plyusdan 4 ta a b ni kubi plyusdan 6 ta hop a kvadrat b kvadrat plyusdan b ni 4-inchisi bo'ldi. Mana shuni ochib chiqsak Newton binomiga. Endi tepaga qo'yadigan bo'lsak, endi yaxshilab e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Mana bu bilan bu, keyin mana bu yerda yana a ni 4-inchisi, keyin mana bu yerda b ni 4-inchisi bor. O'shani yig'adigan bo'lsak, har birida nima bo'lib qoladi shunda? O'shani yozadigan bo'lsak, tepada surat mana tepada turgan narsani pastga yozaman mana shuni. Demak, nima bo'lib qolar ekan? 2 ta a ni 4-inchisi plyusdan 2 ta b ni 4-inchisi plyusdan 4 ta hop a ni kubi b keyin plyusdan 4 ta a b ni hop kubi plyusdan 6 ta a kvadrat keyin b kvadrat qolib ketadi. Endi mana bu bo'l o'sha narsani endi mahrajimizda nima bor edi? 2 bor edimi? O'shanga bo'lib o'raman endi. Bo'lib o'rsam nima qiladi? Har birini oldida 2 bor edimi? Ketdi mana 2 lar ketib qoladi. Mana bu yerda 2 qolar ekan bunda. Bu ham ketadi, 2 qolar ekan. Demak, qanaqa ko'rinishga kelib qoladi bundan keyin? Hop, a ni 4-inchisiga keladi. Plyusdan 2 ta a kub b plyusdan 2 ta a b ni kubi plyusdan 3 ta a kvadrat b plyusdan b ni nimasiga kelib qoladi? 4-inchisiga kelib qoladi. 2 ga bo'lib o'rgandan keyin bundan nima ko'rinyapti? Ko'rinib turibdiki, bu degani ildiz ostida qolchida a kvadrat plyusdan b kvadrat plyusdan a b ni nimasi bo'lib qolyapti? Kvadrat bo'lib qolyapti. Bundan ildiz chiqaradigan bo'lsak, u holda a kvadrat plyusdan b ni kvadrati plyusdan a b degan hop natija kelib chiqadi. Endi biz nima qanaqa belgilash kerak ekanlik tepada belgilashimizdan ko'rinib turibdiki, a ni 11 b ni 100 degan edik. Endi qo'yib qo'ysa bo'ldi o'rniga. Hop, a miz 11 bo'lsa, u 121 bo'ladi. Plyusdan b miz 100 edi, demak 100 ni kvadratini yozamiz. Mana 100 kvadrat plyusdan 11 kira 100 1100. Xullas, shuni hisoblab qo'yish kerak bo'ladi keyin. Demak, hisoblab qo'yadigan bo'lsak, buni yozadigan bo'lsak, mana bu turib tursin 10.000 plus hop 1221. Endi qo'shib qo'yamiz shuni. Qo'shadigan bo'lsak 1 2 2 hop keyin 1 1 11221 degan javob kelib chiqar ekan. Shu bilan hop 7-savolimuz ham o'z nihoyasiga yetdi.